Demak, 4-iqtibosimiz bu bitta kitobda ko'rib qoldim. Muallifi kimligini aytmayman. Yosh bola va ahmoq 20 shilligini ishlatib bo'lmaydi. Hech qachon ishlatib bo'lmaydi deb o'ylaydi. Xo'p. Almanak degan kitobdan oldim, muallifini aytmayman. Xo'p, demak, 20 shilling bu 300 yil oldingi pul birligi ekan. Hozirgi men o'girib ko'rdim. Bu taxminan necha pul chiqyapti? Xo'p, 1 million so'mga to'g'ri kelyapti hozirgi kunda. Xo'p, menda yosh bola farzandlarim bor. 3 yosh, lekin pulni hali tushunishmaydi, lekin mana hozir birinchi sinf bolalar bilan gaplashsangiz, birinchi sinf 6 yosh, 5 yosh bolalar pulni tushunadi, his qiladi. 1 million pulsiz, ko'p pul deydi. Hech qachon ishlatib bo'lmaydi bu pulni deb o'ylaydi-da. Va nechta shikolat beradi u pulga desangiz, 100 ta. 5 million shikolat bo'lsa 200 ta. U bilasizmi? U unga butun katta pul. 1 million ishlatsa bo'ladimi deb so'rab ko'ring 6 yoshli jiyaningizdan, 5 yoshli jiyaningizdan. Yo'q deydi. Hech qachon tugamasa kerak uncha pul deb o'ylaydi. Va men ham yoshligimda shunaqa deb o'ylardim. 1 millionni, 10 millionni, 100 million hech qachon ishlatib bo'lmasa kerak. Milliard hech qachon ishlatib bo'lmasa kerak. So'mda endi, so'm dollar emas deb o'ylardim. Katta bo'lib tushundikki, xohish bo'lsa ishlatsa bo'ladi. Ishlataversa bo'ladi. Vanderbiltlar bunga misol. Vanderbiltlar oilasi 85 milliard dollarni yo'q qilgan. 3-avlodga borib, kambag'al, ya'ni kvartirasiga pul topa olmagan darajaga yetib borishgan. Hozirgi kundagi Vanderbilt qasrlarini ham qurishgan. Bir-biri bilan poyga o'ynab, 95 milliardni ham yo'qotsa bo'ladimi? Shunchaki uni bitta joyga berib qo'ysangiz 1 milliard, 2 milliard shunday kelib turadi. Ya'ni shu pulni yo'q qilishga aql yetganda. Va ahmoq, endi bu joy muhim emas. 20 shilling ishlatib olishi. 20 yilni ham ishlatib bo'lmaydi deb o'ylaydi. Yoshligimizda 5 yoshli, 10 yoshli paytlarimizda, endi taxminan maktab boshlang'ich paytlari 30 yoshli akalarimga qarab 20 yildan katta odam deb tasavvur qilardik-da. Katta odam tuyulardi bizga. Detski gapirib qo'ysa, katta odam shunaqa narsalar qiladi-ya deymiz-da. Katta odam. Bir marta maktabda o'qib o'tirgan paytimizda endi kompyuterxonaga borganmiz-da. Hamma boradi-yu. Borsa 30 yoshli amakilar, endi shu payt bizga amaki kompyuter o'ynab o'tiribdi-da, Counter. 30 yoshli, buni bolasi bor, bolasi o'ynaydi. Nima qilyapti kompyuterxonada deyapmiz-da. Yaqinda o'zimiz mana 30 dan oshganman, do'stlarimiz bilan bir yig'ilib qoldik, Counter o'ynadik-da. Men o'sha bo'ldim-da, chunki men 20 yil hech qachon ishlatilib bo'lmaydi deb o'ylaymiz. Katta muddat deb o'ylaymiz-da. Asli u juda katta muddat emas, 20 yil birpasda ishlatib qo'ysa bo'lar ekan. Mana shu iqtibosni mana shu qismi uchun oldim. Ya'ni biz hayron bo'lardik. 30 ga kirsak, 40 ga kirsam, men hozir o'ylayapman. 50 yosh va juda bir hikmatli, juda bir davr. Ancha bor hali men 50 yoshimga deb o'zimcha o'ylayman. Hech qachon ishlatib bo'lmasa kerak deb o'ylayman, lekin bir pasda kelib qoladi. Bir pasda. Ya'ni demak, bundan nima demoqchiki, 1 million so'mni ishlatib bo'lmaydigan, rosa ko'p pul va 20 yil juda ko'p vaqt. Hech qachon u tugatib bo'lmaydi, deyarli tugatib bo'lmaydi deb o'ylagan odam bu vaqtini qadriga yetmagan odam, pulini qadriga yetmagan odam va ahmoq odam bo'lib chiqadi. Va bunaqa odamlar bilan o'rlashib yurish kerak emas, yonida yurish kerak emas, mutlaq. Chunki sizga ham bu yo'qib qoladi. Atiga 300 ming so'm-ku. Harmozin iqtibosi esimga tushib qoldi shu joyda. Pulga nisbatan atiga degan, atiga so'zni ishlatgan odam hech qachon boy bo'la olmaydi deydi. Atiga 50 ming so'm ekan. O'ramiz. Atiga 100 ming ekan. Barak topkur. Mana shular yig'iladi 1 million bo'ladi. Yig'iladi 2 million bo'ladi. Yig'iladi 20 million bo'ladi. Hisoblab chiqdim. Atiga 30 ming so'm taksi puli 5 millionga yig'ilar ekan bir oyda. Atiga. Endi u taksi kerak, ishlatamiz. Lekin atiga bir dona shikolat. Atiga bir dona suv-ku. Endi atiga bitta shunda to'la bor, bo'ldi. Voy, bitta shuni olsang nima? Voy, bitta yo'q, bitta ko'ynak-ku. Atiga 300 ming so'm, 400 ming so'm ekan. Bitta qarasangiz oy oxirida bitta shogirdimiz kelyapti, o'tgan yil maktabni bitirgan bola. Bizning maktabni o'tgan yil bitirgan bola. Aytayapti, atiga qilib oyiga 30 million ishlatib qo'yar ekanman deydi. Men qaradim. Sen uylanib, sekin bolali bo'l, baribir shuncha pul ishlatayotgan ekansan. Ro'zg'ori bor odam pulni ishlatayotgan ekansan. Hammasi yig'ilib, atiga anunga to'la bordim-ku. Atiga bitta joyda obedlandim-ku. Atiga Bredli tabi. Atiga Bredli 500 ming bo'ladi, barak topkur.
Mana shunaqa qilib ketib qoladi. Demak, pulga nisbatan atigi ishlatib bo'lmaydi. Va vaqtga nisbatan ham atigi ishlatib bo'lmaydi. Atigi yarim soat shu videoni ko'rib qo'yaman. Ko'zingizni ochsangiz ertalab bomdod. Bo'ldi, o'tib ketdi vaqt. Demak, qachon bitta odam atigi dedimi vaqtga nisbatan va pulga nisbatan atigi dedimi, bo'ldi, u odamdan uzoqlashavering. O'zingiz aytayotgan bo'lsangiz, o'zingiz aytmang, bo'ldi. Jiddiyroq qarang, chunki biz barak topkur sekundlardan iboratmiz. Sekundlarni qo'shasiz, minut mana shunaqa qilib bo'lib ketadi. Qanaqa qilib yana boshqa signallar bor, vaqtga jiddiy qaramayotgan odammi? Kech qoladi, doim. Kech uxlaydi, 1, 2, 3, 4 qilib uxlaydi. Kechki paytda vaqt 12 dan keyin baraka shunda qochadi vaqtdan. Vaqtga qadr yetmaydigan odam belgisi. Ish bo'lmasa agar bekorchilik bo'lsa, bekorchilik sarflayotgan bo'lsa. Yaxshi restoranlarni hammasini biladi, lekin yaxshi mualliflar, yaxshi adabiyotshunoslar, yaxshi olimlarni tanimaydi. Ya'ni bu degani faqat ovqat bilan vaqti o'tdi degani. Yoki yaxshi o'quv dargohlarini, yaxshi institutlarni bilmaydi, lekin hamma restoranni taniydi. Yoki qilayotgan ishini o'zi professional emas, o'zi ishini chala qiladi, lekin dunyoda nima bo'layotganini biladi. Anta bunaqa saylov bo'libdi, mana bu narx bunaqa chiqibdi, u an odam otib ketishibdi. Barak topkur, shuncha vaqting bor ekan, ishing ustida ishla, professional bo'l. Ya'ni bu odamlar vaqtni bekor sarflayotganini bitta belgisi, vaqtga nisbatan atigi ishlatayotganini belgisi va bu odamlar bilan yonida yuradigan bo'lsangiz, siz ham shunga o'tib qolasiz degan ma'noda. Aytib ketdik. 4 ta iqtibos aytib qo'yamiz, lekin bizni planimizda 3 ta gap aytmaymiz. 2 ta gap. O'shani endi hozir orasiga qo'shib olamiz.